Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Ilhom To'xtiga Sakharov mukofoti Uyg'ur yozig'ida berildi. Muzorasidan jas tepilgan 5 yoshli bolaning onasi G'oljidagi turmada, dadasining Lob noyisidagi lagerda ekanligi dalillandi. Yaponiyalik kartonist Uyg'urlar haqidagi chatma karton rasmlarini e'lon qildi. Qohira bilan Buxoro 2020-yillik islom dunyosi madaniyat poytaxti bo'lib saylandi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. 18 dekabr günü Avropa Parlamentining Strasbourgdagi mərkəzində İlham To'xtiga berilgan Sakharov mukofotini tarqitish murosimi dag'dug'iliq o'tkazildi. 24 oktyabr Avropa Ittifoqining eng oliy kishilik huquq mukofoti bo'lgan Sakharov mukofotining Xitoy turmisidagi Uyg'ur o'qitish ziyolisi Ilham To'xtiga berilganligi e'lon qilinib, dunyo matbuotlarida zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan. Shuningdek, Uyg'urlar va Xitoyning Uyg'ur diyoridagi jazo lagerlari masalasi xalqaro jamiyatning yana bir qatim diqqat nuqtasiga aylangan edi. Murosimga Avropa Parlamentining 750 dan ortiq a'zolari qatnashgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Ilhom To'xtining qizi Javhar Ilhom va Ilhom To'xti guruhining raisi Anvarjon qatorliqlar qatnashgan. Javhar Ilhom zalga kirganda butun parlament a'zolari o'rinlaridan turib, olqish sadolari bilan qarshi olgan. Nahmaydan xabarlarga asoslanganda bu murosim to'liq haybatli o'tkazilgan bo'lib, Avropa parlamentining raisi David Sassoli apandidan keyin Javhar Ilhom so'z qilib, Avropa ittifoqining Sakharov mukofotini dadasi Ilhom To'xtiga loyiq ko'rganligiga rahmatlarini bildirgan. O sözüdə İlham To'xtining hayoti, faoliyatlari, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati, millionlagan Uyg'urlarning Xitoyning jazo lagerlari tortayotgan zulmlarini tafsili anglatgan. Uning so'zi oxirlashganda butun zalda yana bir qatim olqish sadolari yangragan. Ilhom To'xtiga berilgan Sakharov mukofotining guvohnomasini Avropa parlamentining raisi David Sassoli apandi Ilhom To'xtining qizi Javharga o'z qo'li bilan taqdim qilganda murosim zalini yana bir qatim olqish sadolari qoplagan. Avropa parlamentining raisi David Sassoli so'zida biz bu mukofot orqali Xitoy hukumatini Ilhom To'xtini darhol qo'yib berishga va osonlik millatlarning haq huquqiga hurmat qilishga chaqiramiz deganlarni so'zlagan. Kishining diqqatini alohida jalb qiladigan mukofot lavhasining Uyg'ur yozig'ida yozilishi. Lavhaga Avropa parlamenti 2019-yillik Sakharov mukofotini Ilhom To'xtiga, ya'ni uning Uyg'urlarning haq huquqi uchun batironi ilib borgan ko'rishini va tamkin bir yarashtirish ovoz bo'lganligini e'tirof qilganlik uchun taqdim qildi degan xatlar yozilgan. Ma'lum bo'lganidek, Ilhom To'xti bu yil 30-sentabr kuni Avropa ittifoqining Vaslav Havel erkinlik mukofotiga erishgan. Uning orqa-orqadan Avropa ittifoqining oliy mukofotlariga noil bo'lishi xalqaroning diqqatini jalb qilib qolmay, Uyg'ur jamoatini ko'p suyundirmoqda. Erkin Asya Radiosi xabarida 16 dekabr kuni ijtimoiy taratqularda bir kichik bolaning jasadining muz orasidan chiqarilayotganligi va atrofdagi kishilarning yig'layotganligi ko'rsatilgan bir sin ko'rinish tarqalgan. Erkin Asya Radiosi muxbirlarining ijtimoiy axborotlardagi epushlariga asosan ep bo'lgan telefon ziyoratlari davomida mazkur fojianing Lob nahiya Sampoliza Qarqiy kentida yuz berganligi, bolaning onasining G'oljidagi bir turmada, dadasining bo'lsa Lobdagi lagerda ekanligi, bolaning 5 yosh ekanligi, ismining Nasrulloh ekanligi va Lob nahiyasining Sampoliza Qarqiy kenti nopusliq ekanligi dalillangan. Muxbir epushlariga asosan Lob nahiyasiga qarata bir qator telefon ziyoratlari elib berib, yezliq soqchixona va yezliq hukumatning torlardagi telefon nomerlari ishlamagandan keyin mazkur yezidagi aholilarga telefon qilish orqali aholilardan biri mazkur fojia haqida o'z tava kentda maxsus yig'in ichib xabar qilinganligini bildirgan. Sampol yezisidagi kent kadrlaridan birining bayon qilishicha, Nasrullohning dadasining ismi Yusuf To'xti, onasi Büyük Patem Tursunroz ekan. Navbatda 28 yoshli Yusuf To'xti Lobdagi lagerda, 27 yoshli Büyük Patem G'oljidagi bir turmada ekan. Büyük Patem 2 yil burun atalmış qonunsiz diniy tabliğ qatnashganlik uchun 10 yillik kesib o'tilgan. Yo'ldosh Yusuf To'xti ayolining atalmış jinoyati sababli tarbiyalashga akitilgan. Oiladagi yolg'iz bola Nasrulloh kasaljon bovisi bilan momisining beqishida qolgan. 71 yoshli bovay Matto'xti Imin bilan 68 yoshli momay Qamar Soyimning bolaga agishib sirtqa chiqqidek holi bo'lmaganligi uchun bolaning o'stang tushib ketishi qazosidan qo'shnilarning vasitasi bilan bir kun keyin xabar topgan. Ma'lum bo'lishicha, atrofdagi aholi oradan 5 kun o'tgan bo'lsa-mu, ammo Nasrullohning turma va lagerlardagi ota-onasining bolasining yuzini ko'rish yoki dafn murosimi o'tkazish uchun uyga qaytganligi haqida hech qanday uchur olmagan. Yaponiyalik ressam Tomomi Shimozuning bir Uyg'ur ayolning guvohlik nomli chatma kartonlari ijtimoiy taratqularda e'lon qilingandan keyin ko'rilish qitim soni tez sur'atda ko'paygan. Washington pochtasi gazetining 16 dekabr xabar qilishicha, Tomomi Shimozuning lager shohidi Mehrigul Tursunning 2017-yildan 2018-yilgacha bo'lgan oraliqdagi turma va lagerlardagi kashmishlari aks ettirilgan chatma karton rasmlarining ijtimoiy taratqularda ko'rilish qitim soni 2,6 million qatimdan eshib ketgan.
Bir Uyg'ur ayolning guvohlik nomli chatma karton yaponiyalik rassom Tomomi Shimozo xonimning Uyg'urlar haqida e'lon qilgan ikkinchi parcha karton asri bo'lib, bundan ilgari Uyg'urlarning vaziyatini aks ettiradigan bu davlatning nomini hech kim eg'iz olmaydi nomli chatma karton rasmini e'lon qilgan. Dünya Uyg'ur qurultiyining Yaponiyadagi vakili, Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Ilhom Mahmud apandining bildirishicha, rassom Tomomi Shimozo xonim 2 yildan buyon Uyg'urlar vaziyatini aks ettiradigan maxsus chatma kartonlarni e'lon qilishga boshlagan. U yana Uyg'ur vaziyatiga yaqindan ko'ngil bilib kelayotgan yaponiyalik faoliyatchilarning biri bo'lib, Ilhom Mahmud apandi bilan birlikda Yaponiya taratqullarining Uyg'urlar haqidagi suhbat programmalariga ko'p qatim qatnashgan. Shimizo xonim o'zining Uyg'urlar haqida texmi ko'p asarlar yaratish plani borligini bildirib, Uyg'urlar to'g'risida texmi ko'p karton rasmlarini chizmoqchi ekanligini, kelar yil ichida Uyg'urlarga oid karton rasmlarini kitob shaklida nashr qiladiganligini, hozirmi guvohlik berayotgan Uyg'urlardan ko'plab material to'playotganligi, shundaqla Uyg'urlarni tanishtiradigan texmi ro'shan, aniq, tushunishli bir karton kitob nashr qilish umidi borligini bildirgan. Misrning poytaxti Qohira bilan O'zbekistonning Buxoro shahri 2020-yillik Islom dunyosi madaniyat poytaxti deb e'lon qilindi. Islomiy ma'rif fan va madaniyat tashkiloti Tunisda chaqirilgan 2019-yillik Islom dunyosi madaniyat poytaxti yapilish marosimida Qohira bilan O'rta Osiyo rayonidagi Buxoroning 2020-yillik Islom dunyosi madaniyat poytaxti deb bekitilganligini e'lon qildi. Yepilish marosimida so'z qilgan Islomiy ma'rif fan va madaniyat tashkiloti bosh mudiri Salim ibn Muhammad al-Malik mazkur faoliyat orqali islom davlatlari orasida madaniyat gullanishini qo'llashni nishon qilganliklarini bildirib, Tunisning uzunga so'zilgan islomiy o'tmishi va madaniyat berikmasi yuzidan 2019-yillik madaniyat poytaxti deb bekitilganligini xotirlatib, Islomiy ma'rif fan va madaniyat tashkilotining islom ilmlari va kulturini taraqqiy qildirish uchun alohida kuch chiqargan Ibn Xaldunning Tunisdagi uyini remont qiladiganligini eskartdi. Tunis madaniyat ministri Muhammad Zeynul Abidin bo'lsa, islom dunyosida madaniyat siyosatlarining gullantirilishining ahamiyatiga ishorat qilib o'tdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.